Azizlarim, bugun siz va biz odamlar boshqa odamlarning e'tiboriga eng ko'p muhtojlik sezayotgan bir davrda yashamoqdamiz. Subhanalloh, odamlar nima derkan degan tushuncha butkul fikru zikru hayollarimizni tamomila band qilgan va butun harakatlarimiz boshqalar ko'zida yaxshi ko'rinish, yaxshi taassurot qoldirishga qaratilib qolgan va bunga erishish uchun biz hatto dunyoni narigi chetiga ham borishga tayyormiz, subhanalloh. Holbuki, aslida agar biror kishining e'tirofini qozonishimiz kerak bo'lsa, bu yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning e'tirofi bo'lishi kerak edi, afsuski. Agar roziligi qasd qilinishi kerak bo'lgan biror zot bo'lsa ham, bu faqat va faqat yolg'iz Alloh azza va jallaning o'zigina bo'lishi lozim edi. Yusuf surasida shunday keltiriladi. Yaqub alayhissalom o'g'li Yusufga: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. "Ey o'g'ilcham Yusuf, ko'rgan bu tushingni أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. bu tushni birodarlaringga aytma, chunki ular فيكيدوا لك كيدا. senga qarshi hiyla va makr ishlatishlari mumkin" deb aytganini keltiradi. Bu nuqtada Yaqub alayhissalom farzandini muqarrar balodan himoya qilishga harakat qilayotganini payqashimiz mumkin bo'ladi. Agar kimdir Yaqub alayhissalom boshqa farzandlariga bee'tibor bo'lgan deb aytsa, mutlaqo yanglishadi. Nega? Chunki Yaqub alayhissalom boshqa o'g'illarini ham himoya qilish uchun ularga ham xuddi shunday deyarli bir xil o'git bergan edi. Ya'ni Misrga borganingizda va hukmdor saroyiga yoki Misr azizi, ya'ni xazinaboni huzuriga yetganlaringizda hammangiz He says لا تدخلوا من باب واحد. zinhor va zinhor bir eshikdan yoki bitta darvozadan kira ko'rmang, balki ولكن لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. alohida eshiklardan kirib boringiz deb nasihat qilgan edi. Nega? Chunki agar kimdir 9 yoki 10 nafar yigitni ko'rsa, barchasi mashalloh kelishgan, sog'lom, yosh va ko'rkam bo'lib shahar darvozasidan birga kirib kelishayotgan bo'lsa, ehtimol kimningdir ularga ko'zi tushib hasad qilishi mumkin. Yaqub alayhissalom o'z farzandlariga bunday qilmanglar deyishi ortidan ularni birovning hasadiga qurbon bo'lishdan asrab qolishni niyat qilgan edi. Aziz birodarlar va opa-singillar, masalaga boya ta'kidlangan nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, biz e'tibor markazida bo'lishga ko'nikib bo'ldik, ammo Yusuf surasining bu ikki mo'tabar oyatlari bizga yomon nazar yoki ko'z tegishi haqiqatdan mavjudligini ta'kidlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham ko'z tegishi haqdir deb aytganlar. Ammo bugun biz boshqalar tomonidan tan olinishga yanada ko'proq muhtojmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda butun hayotimizni ko'z-ko'z qilamiz, shundan kuch olamiz, zavq olamiz, sururni his qilamiz. Zamona shunaqa bo'lib qoldi. O'g'lim yoki qizim biror yutuqqa erishdimi, darhol rasmga olaman, post qo'yaman. Qayergadir bordimmi, qayergadir dam oldimmi, tamom, albatta rasmga tushishim kerak, tarmoqqa joylashim kerak. Bu narsa oxir-oqibatda shu qadar mukkasidan ketishga olib keladiki, kimdir ko'rdimi, kimdir like bosdimi, kim qanaqa fikr qoldirdi, qanaqa komment yozilibdi deb har 5-10 daqiqada telefonni olib tekshirib turishimizga olib keladi. Shunga o'rganib qolamiz. Yutuqlarimizni va farzandlarimizning erishgan natijalarini va hatto hayotimizning eng mayda tafsilotlarigacha post qilishga o'rganib qolamiz. Birodarlar va opa-singillar, bu esa kun kelib boshqalarning yomon nazaridan yoki hasadidan aziyat chekishimizga sabab bo'lishi mumkin. Agar ularning ortidan biror narsaga erishmoqchi bo'lsak ham, orttiradigan yagona narsamiz bu faqatgina o'zimizga o'zimiz qilgan zararimiz bo'ladi. Xolos, ruqiya bilan shug'ullanadigan odam bilan gaplashsangiz ham, ular ham sizga shuni aytadi. Birovlarni qo'ya turing, hatto ko'pincha bilmasdan
o'z bolalarimizga o'zimiz ham zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Buni aniq qilib tushuntiraman. Ba'zida yaqin oila a'zolari, hatto ota-onalar ham farzandlarini qattiq suyishlari, farzandi baxsh etgan faxr tuyg'usi ortidan ham mashalloh demasdan bexosdan yomon nazar qilib qo'yishlari mumkin. Bu esa biz tarmoqlar orqali ulashayotgan narsalarimizga yanada ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Ko'pchiligimiz hayotimiz haqida post qilishga o'rganib qolganmiz, ammo bu hasad va zarar keltirishi mumkinligini o'ylab ham ko'rmaymiz. Bittagina joylangan postning ortidan nozik va kutilmagan shakllarda ko'plab noxush holatlar yuzaga chiqishi mumkin. Ehtimol hayotimda bo'layotgan muammolar aynan ijtimoiy tarmoqlardagi faolligim natijasidadir deb o'ylab ko'rish xayolimizning bir chekkasiga ham kelmaydi. Bir birodar menga qo'ng'iroq qilib, hayotida falon qiyinchiliklar, mushkulalar bo'layotganini aytdi. Hatto men ham ba'zan ijtimoiy tarmoqlarga kirib turaman va ko'rdimki, menga qo'ng'iroq qilgan o'sha odam butun hayotini internetga joylab tashlagan. Unga aytgan birinchi gapim shu bo'ldiki, butun hayotingizni ko'z qilishni to'xtating. Hozir shunday holatga keldikki, biz nafaqat hamma narsani joylashga ehtiyoj sezyapmiz, balki ish shu darajaga yetib keldiki, musulmon bo'lmaganlarni qo'yavering, hatto musulmonlar jamoasida ham erkaklar va ayniqsa ayollar o'zlarini ijtimoiy tarmoqlarda namoyish qila boshladilar. Nega? Chunki ular e'tibor xohlaydilar, ma'qullanishni va boshqalarga yoqishni istaydilar. Musulmonlar jamoasi bundan ham o'tib tushmoqda, subhanalloh. Bir birodarim menga bir juftlikning videosini yubordi. Ular butun dunyoga qaranglar, er-xotin sifatida biz bir-birimizni qanchalar sevamiz deb ko'rsatmoqchi bo'lib, subhanalloh, ular o'pishib buni ijtimoiy tarmoqqa joylashgan. Bu shunchaki nima deyotganini tushunayotgan bo'lsangiz, bu shunchaki o'pishish emas, bu hatto jamoat joyida qilinishi mumkin bo'lmagan bir holat. Ular buni qilyaptilar, tarmoqqa joylayaptilar va boshqalarga bu ayolimni sevishimning belgisi demoqdalar. Xo'p, ayolingizni sevasiz, lekin buni butun dunyoga jar solish shart emas-ku. Butun olamga aytishingiz shart emas. Kimning roziligini qidiryapsiz? Kimdir sizga ayolingizni yoki turmush o'rtog'ingizni yoqtirmaysiz deb aytdimi? Birodarlar va opa-singillar, biz haddan oshib boryapmiz va bu bizga, farzandlarimizga qanchalik zarar berayotganini yaxshi anglamayapmiz. Ba'zida biror narsa joylamoqchi bo'lsangiz, eslatmami, duo yoki biror foydali narsa qo'ysangiz mayli, hatto onda-sonda hayotingizdagi biror voqeani, borgan joyingizdagi go'zal manzarani baham ko'rsangiz ham bo'ladi, lekin birodarlar, biz tushunmayapmizki, hayotimizni bu tarzda doston qilish faqat o'zimizga zarar beryapti, hayotimizga ta'sir qilyapti. Keyin esa borib ruqiya qildirmoqchi bo'lamiz, buni qilamiz. Xullas, so'zimni shu bilan yakunlayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida ko'z tegishidan saqlanish uchun ko'plab duolar bor. Masalan, There is أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. There is the muawwadatayn. yana Falaq va Nos suralari, G'oyatul Kursi va boshqalar, lekin dinimizdagi bir muhim tushunchani anglashimiz kerak. Ya'ni avval biz sabablarini qilamiz, keyin Allohdan yordam so'raymiz. Agar men o'zimni ko'z tegishidan asramoqchi bo'lsam, butun hayotimni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, keyin duo o'qib, endi hammasi joyida deb o'ylay olmayman. Yo'q, Fotiha surasiga e'tibor bering. Biz doim uni o'qiymiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, ya'ni sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Bu nima degani? Bu degani, avval biz Alloh taolo uchun qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilamiz, keyin yordam so'raymiz. O'zimizni va farzandlarimizni ko'z tegishidan asrashni istaymizmi? Unda birinchi qiladigan ishimiz bizga potensial zarar keltiradigan amallarni to'xtatishdir. Mana shu bizning vazifamiz. Keyin duolarni o'qiymiz, shunda ular yanada ta'sirli bo'ladi. Ammo biz nima qilyapmiz? Biz xatoni qilib qo'yib, keyin Alloh taolodan
Ey Allohim meni asra deb so'rayapmiz. Avvalo Alloh taolo bizga o'z vazifangni bajar, keyin men o'z va'damni bajaraman demoqda. Biz esa sabablarni qilmasdan Alloh taolodan yordam kutyapmiz. Shunday ekan, himoyalanmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda yutuqlarimiz va bizga berilgan ne'matlarni ko'z-ko'z qilishni to'xtataylik, ularni sir saqlaylik. Yana bir bor aytaman, agar ular sizni baxtli qilsa, o'zingiz uchun baxtli bo'ling. Hammaga biz baxtlimiz deb aytish shart emas-ku. Shundan so'ng duolarni o'qisak, inshaalloh ular foydali bo'ladi. Videoni shu yergacha sabr bilan ko'rganingiz uchun tashakkur. O'zingizni asrang. Have you checked out the One Islam TV app yet? Well, if you haven't, here is some feedback from those who have. Absolutely worth it, and an excellent service to provide with so many videos to choose from, and all ad-free. It's awesome that I can watch while working, listen to good lectures, and discuss with fellow Muslims all in one place. Without ads, I got tired of YouTube. This app has changed my life. This app is perfect. So many videos to choose from on all topics. May Allah reward those who made this app.